Ko'ngli nozik bolalar bor bilasizlarmi? Arzimagan narsaga xafa bo'lib qoladi. Tug'ilgan kuniga tabriklagani borganmiz eshigini tagiga. Chiqib turib, "Oshna siz istoriya qo'ymadingiz, siz dnyom rождения" deb. Sezib qo'ydim deydi. Sezib qo'ydim, уже xatasizlar. Biz jinni tabriklagani keldim-u, qanday u istoriya uchun xafa bo'lyapsan? Bu gapingni eshitdim, qulog'im ko'r bo'lib qolyapti, burnim kar bo'lib qolyapti, tushunyapsanmi? Miyang o'rnida obunobod turmaydimi seni o'zi desangiz, uni uyog'iga o'zini kamsitishga boshlaydi. Shunaqa miyamiz o'rnida obunobod qovun, tilimiz oshiq-mosig'idan chiqib ketgan, o'qimagan mol harib qumri qishlaqi dodirmizda biz. Gaplashmaymiz-da bolalarman. Indeysmiz u biz deb berdi. Tek ko'zsiz 2 metr arqon olib og'ilxona tarafiga ketib qoladi. Key bo'pti endi, bir narsa qilolmasin deb ko'nglini olasiz, u yog'idan o'tib, bu yog'idan o'tib, yaxshi ko'nib oxirida oshna boyagicha qatta gapirdim. Xafa bo'lmadingizmi siz? Qalbimga ozor beruvdingiz, baribir deydi. Va men ko'nglini olish uchun emizmadim xolos, tahlil bilan tushunyapsizlarmi? Seni shunaqa madinchini o'qigan qalbingga